Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi Baxtiyor Jahongiriyevich, sizga rezident va norezidentlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasidan naqd valyuta olib chiqish bilan bog'liq qo'zg'atilgan jinoyat ishlari yuzasidan chiqarilgan sud hukm va ajrimlari Konstitutsiyamiz hamda bojxona va jinoyat qonunchiligi hujjatlariga muvofiq kelmayotganligi, shu sababli sud hukm va ajrimlari noqonuniyligini oldini olish maqsadida o'z takliflarimni bildirmoqchiman. O'zbekiston Respublikasining valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonuni 22-moddasiga ko'ra, jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasining naqd valyutasini va chet el valyutasini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga olib chiqish 100 million so'm ekvivalentdan ortiq bo'lmagan summada amalga oshiriladi. Naqd valyutani belgilangan ekvivalentdan ortiq summada olib chiqish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibga muvofiq amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 30-yanvardagi 66-sonli qarori bilan tasdiqlangan jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasining naqd valyutasi va naqd chet el valyutasini O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib kirish va olib chiqib ketish qoidalarining 5-bandiga ko'ra, jismoniy shaxslar tomonidan ekvivalenti 100 million so'mga teng yoki undan oshmaydigan miqdordagi naqd valyuta mablag'larini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga bojxona nazorati qoidalariga rioya etilgan holda cheklovlarsiz olib chiqiladi. Belgilangan summadan ortiq miqdordagi naqd valyuta mablag'larini O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga olib chiqilishiga yo'l qo'yilmaydi. Lekin sudlarimiz tomonidan ayrim asosli vajlarimiz e'tiborsiz qoldirilmoqda. Xususan, Jinoyat kodeksining 16-moddasiga ko'ra, jinoyat qonunchiligiga muvofiq jinoyatning barcha alomatlari bo'lgandan keyin qilmish jinoyat deb tasdiqlanadi. Ish yuritimdagi O'zbekiston Respublikasidan naqd valyutani olib chiqish bilan bog'liq jinoyat ishlarida birinchi marta O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasida harakatlangan rezident va norezidentlar bojxona qonunchiligidan bexabar holda o'zlarida mavjud bo'lgan naqd valyutani deklaratsiya ko'rsatmasdan bojxona chegarasida harakatlanganliklari sababli ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyat ishi natijasida sud hukmi bilan aksariyat holatlarda ularga nisbatan jarima jazosi va ashyoviy dalil sifatida olingan valyuta bo'laklari davlat egaligiga musodara qilinishi ko'rilmoqda. Bu holatda fuqarolarga nisbatan bitta qilmish uchun ikkita jazo, ya'ni birinchisi jarima jinoiy jazosi va ikkinchisi qonunchiligimizda nazarda tutilmagan musodara jazosi tayinlanmoqda. Vaholanki O'zbekiston Respublikasining davlat bojxona xizmati to'g'risidagi qonuni 8-moddasida bojxona organlari majburiyat keltirilgan bo'lib, unga ko'ra O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tish chog'ida jismoniy va yuridik shaxslarni ularning huquq va majburiyatlari to'g'risida o'z vaqtida xabardor qilishda shartligi belgilangan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-oktyabrdagi 824-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali o'tkazish punktlarida 2 yo'lakli va masofaviy bojxona nazorati tizimlarini qo'llash tartib to'g'risidagi nizomning 26-bandiga ko'ra, bojxona nazorati zonasiga kirib kelish joylarida bojxona qonunchiligi to'g'risida bevosita jismoniy shaxslar uchun bojxona chegarasi orqali harakatlanganda deklaratsiyalanishi lozim bo'lgan tovarlar to'g'risida zamonaviy axborot hududlari tashkil etiladi. Mazkur nizomning 27-bandiga ko'ra, axborot hududida masofaviy bojxona nazorati tizimiga oid bojxona qonunchiligi va bajarilishini nazorat qilish bojxona organlariga yuklangan bojxona qonunchiligining asosiy qoidalari, shuningdek, bojxona qonunchilik buzganlik uchun javobgarlik to'g'risida ogohlantirish joylashtirilishi kerak. Lekin xalqaro aeroportlarda mazkur axborot hududlari mavjud emasligi, shuningdek, qonun talab bo'yicha fuqarolar bojxona chegarasini kesib o'tish jarayonida bojxona organlari tomonidan ularning huquq va majburiyatlari o'z vaqtida xabardor etilmaganligi natijasida fuqarolar o'zlarida mavjud bo'lgan naqd valyutalarni deklaratsiyada ko'rsatmasdan olib o'tishlari, ularning jinoyat sodir etish qasdi mavjud emasligi, ya'ni jinoyatning subyektiv tomoni mavjud emasligi sudlarimizning e'tiboridan chetda qolmoqda. Bu holat rezident va norezidentlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi sud tizimi va bojxona hamda boshqa organlarga nisbatan salbiy fikr tug'ilishiga sabab bo'lmoqda. Taklif sifatida shuni bildiraman: valyuta boyliklari aylanmasi taqiqlangan tovarlar ro'yxatiga kirmasligi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 30-yanvardagi 66-sonli qaroriga muvofiq belgilangan miqdordan ortiqcha miqdordagi valyuta boyliklarini olib chiqish taqiqlanganligi emas, yo'l qo'yilmasligi belgilanganligi, ya'ni bank kartalari orqali istalgan miqdordagi valyuta boyliklarini olib chiqish huquqi mavjudligidan kelib chiqqan holda, agar fuqarolar axborot olish imkoniyati cheklangan holda hamda bojxona organlari tomonidan bojxona chegarasini kesib o'tish chog'ida ularning huquq majburiyatlari o'z vaqtida xabardor etilmagan holda jinoyat ishlari qo'zg'atilganligi aniqlansa, mazkur jinoyat ishlari Jinoyat protsessual kodeks 83-moddasi talablari asosida tugatilishini taklif etaman. Bu bizga nima beradi?
muhtaram prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasiga turizm va chet el investorlar oqimini oshirish yuzasidan amalga oshirilayotgan islohotlarga muvofiq O'zbekiston Respublikasiga turizm va chet el investorlar oqimini oshishiga olib keladi deb hisoblayman.